Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda biz i57 smartfonni to'liq obzor qilamiz. Ya'ni bugungi videoda siz i57 haqida umumiy xarakteristikalari, kamera testlari va albatta o'yinda o'zini qanaqa ko'rsatishi haqida bilib olishingiz mumkin. Bu video meni YouTube'dagi birinchi videoyim hisoblanadi. Aynan o'sha uchun menga sizdan kichik motivatsiya bo'lishi uchun menga obuna bo'lib qo'ying va shu videoga kommentariy yozib like bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Video so'ngida esa smartfon haqida shaxsiy fikrimni aytib o'taman. Videoni albatta hammaga eng qiziq bo'lgan narsadan boshlaymiz, ya'ni smartfonning narxi. Aynan o'zi smartfon i57 keladigan bo'lsa, bu smartfon mart oyining oxirida chiqdi va o'sha payt narxi taxminan $450 plus atrofida sotuvda bor edi. Hozir o'sha iyun oyiga kelib narxlar biroz tushdi va hozirgi narxi, ya'ni 128 talik versiyasi uchun taxminan $425 atrofida sotilyapti. 256 gigabaytli versiyasi uchun esa $460-455 atrofida sotuvda mavjud. Endi esa xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, o'zi umumiy olganda i57 o'sha 1 yil oldingi model, ya'ni i56 bilan nima jihatlari bilan farq qiladi? Keling shuni ikkalasi misolida ko'rib chiqamiz va bir-birini solishtirib ko'ramiz. i57 menga eng yoqqan joylardan biri bu smartfon eski modeli bilan solishtirganda sezilarli darajada ingichkalashgan. Ya'ni 1 yil oldingi model, ya'ni i56 modeli 704 mm hisoblanadi. O'zingiz videoda ko'rishingiz mumkin, bu 704 mm hisoblanadi. i57 esa ana endi bu yil 609 mm bo'lib chiqdi va bu hozirda Samsung A seriya modellari ichida eng ingichka smartfon hisoblanadi. Bundan keyin esa o'sha boshqa modellar hisoblanadi va ularning yupqaligi taxminan 702-704 mm atrofida chiqadi. Bizga juda ham ko'plab klientlar keladi. Ya'ni menga kompaktni bo'lsin, kichkina bo'lsin, yoshi katta odam uchun yoki o'zim uchun ikkinchi telefon qilib, masalan, cho'ntakda ishlatayotganimda qulay bo'lsin deyshadi. Aynan o'sha payt biza juda ham ko'plab klientlarga albatta flagman o'sha kompaniyalarning flagman modellaridagi o'sha bazaviy modellarni ko'rsatamiz. Ya'ni masalan, Samsungda S26 modelini taxminan o'sha ekran dyumi 6.3 bo'ladi, qo'lga juda ham kompaktni bo'ladi. Yoki iPhone'da 17 yoki 17 Pro modelini yoki Xiaomi'da o'sha 15 modellarini ko'rsatamiz, lekin juda ham ko'plab klientlar uchun bu tabiiy holat, narx juda ham qimmat hisoblanadi. Ya'ni ikkinchi telefon uchun yoki yoshi katta odam uchun telefon olib berilayotganda. Aynan o'sha payt biz nima qilamiz? Aynan biza kichkina telefon ularga qimmatli qilgani uchun iloji boricha ingichkaroq telefon ko'rsatamiz va ulardan biri ham bu i57 hisoblanadi. Ya'ni to'g'ri, i57 ning ekrani katta hisoblanadi. Kimdir uchun bu telefon lapata tan olish kerak. Ya'ni 607 mm. Lekin qo'lda agar ushlab ko'radigan bo'lsangiz, 609 mm juda ham qulay hisoblanadi. Masalan, mana bu i56 o'zimiz ishlatamiz. To'g'risini aytaman, i56 ni qo'lingizga ushlab ko'rib, keyin i57 ni ushlab ko'radigan bo'lsangiz, farqi seziladi. Kimdir uchun 0.5 mm unaqa katta sezilmaydi deyishi mumkin, lekin aynan haqiqatan ham o'zingiz test qilib ushlab ko'radi, ishlatib ko'radigan bo'lsangiz, ya'ni 609 mm qo'lda juda ham kompaktniroq turadi. Ana endi esa telefonni tashqi dizayniga keladigan bo'lsak, to'g'risini aytaman, telefon katta o'zgarish olgani yo'q. Ya'ni o'sha har yilgi bazaviy dizaynlar deb aytsak bo'ladi. Ya'ni masalan, i57 o'sha aytganimdek ingichkalashdi. Ya'ni masalan, kamerasini tashqi tarafi ham unaqa katta farq qilgani yo'q. Aslida o'sha Samsung Fold seriya modellariga biroz o'xshaydi. Boshqa umumiy qolgan detallariga keladigan bo'lsak, masalan, tashqi taraflarda unaqa katta farq yo'q. Lekin o'sha menga yoqqan tarafi o'sha tashqi korpusi o'zgargani yo'q. Ya'ni i57 da ham xuddi i56 singari chetlari alyuminiy korpus hisoblanadi va orqasi shisha hisoblanadi. Va bu sizga nima beradi? Kimdir aytadi, nima bo'pti alyuminiy korpus bo'lsa, kimdir aytadi, bu juda ham tez qizib ketadi yoki-da shunga o'xshagan har xil gaplar aytadi. Men sizga bitta narsani aytaman. $420 ga smartfon xarid qilyapsiz, 128 gigabaytli versiyasini deylik, допустим, va siz Samsung yoki boshqa bir kompaniyalarni xuddi shunaqa narx atrofida boshqa modellarni solishtiradigan bo'lsangiz, chetlari alyuminiy bo'lmaydi. Alyuminiy smartfon tamom etish kerak. Qo'lingizda yoki вообще tashqi tarafdan ishlatayotganingizda ko'rinadigan bo'lsa, более премиальный hisoblanadi. Ya'ni ishlatayotganingizda
qimmat telefon ishlatayotgandek bo'lasiz. Va ko'plar aytadi, nega Samsung yokida вообще shunga o'xshagan juda ham katta yirik kompaniyalar dizaynga katta urg'u bermayapti. Hozir mana shu savolga men sizga to'liqroq javob berishga harakat qilaman. Chunki bu savol nafaqat meni, nafaqat sizni, balki juda ham ko'p insonlarni qiziqtirgan bo'lishi mumkin va qiynayotgan bo'lishi ham mumkin. Bilsanglar, o'tgan yil sentyabr oyida iPhone 17 chiqdi. Yilning boshida Samsung S26 seriyasi chiqdi. Yokida boshqa Xitoy telefon kompaniyalari o'zini flagman modellarini yokida budjetli smartfonlarini ishlab chiqardi. Lekin ularda ham xuddi shu tema. 1 yil oldingi modeli bilan solishtirsak, dizaynida katta farq yo'q. Endi nimaga telefon kompaniyalar katta dizaynga katta upor bermayotganini tushuntirib beraman. Birinchidan, agar qaysidir telefon kompaniya hozir o'zini yangi ishlab chiqarayotgan modeliga katta, prям globalniy dizayn ishlab chiqaradigan bo'lsa, aynan o'sha dizayn bilan yana 3-4 yil davomida shu smartfonni seriyalarini ishlab chiqarishga to'g'ri keladi. Masalan, har bitta kompaniyani aqli ham yetadi, resurslari ham yetadi, dizaynerlari ham yetarli darajadaki qaysidir smartfonni dizaynini butkul o'zgartirib sizga yengillik taqdim qilishga. Lekin ular bu ishni qilmaydi. Nimaga? Ularga bu narsa kerak emas. O'sha boya aytib o'tganimdek, yana o'sha dizayn bilan 3-4 yil yurish kerak bo'ladi. Aynan ular hozir ko'proq dizaynga, ko'proq tashqi ko'rinishga emas, balki ichki xarakteristikalariga va albatta hozirda dunyo bo'yicha eng rivojlanayotgan fishkalar, ya'ni bu AI, ya'ni sun'iy intellektga ko'proq e'tibor bermoqda. Va bulardan biri ham Samsung hisoblanadi. Samsung ham aynan hozir o'zini smartfonlariga dunyo bo'yicha sun'iy intellekt misolida eng ko'p upor berayotgan va eng ko'p pul sarflayotgan kompaniyalardan biri hisoblanadi. Buni misolida biza 2024-yilda Samsung Galaxy S24 Ultra yil AI smartfoni maqomini olgani bilan bemalol aytsak bo'ladi. Mana shunaqa. Endi umumiy A57 ni ekran xarakteristikalari kimdir uchun qiziq, kimdir uchun qiziq emas, lekin umumiy aytib o'taman. Samsung A57 ni ekran dyumi o'sha 607 mm Super AMOLED Plus 120 Hz, ya'ni bu o'sha ekran tezligi va adaptivniy displey hisoblanadi. Adaptivniy bilsanglar ikki xil ko'rinishda bo'ladi. S seriya, ya'ni flagman modellarda birdan 120 Hz gacha ishlaydi. Ya'ni siz qanaqa programma ishlashingizga qarab o'shanaqa ishlaydi. Bunda esa xuddi shu narsa 60 Hz dan to 120 Hz gacha hisoblanadi. Endi ekranida yana qanaqa katta o'zgarishlar bor deydigan bo'lsangiz, aslan o'sha ichki ramkalar hisoblanadi. Masalan, 57 ni ichki ramkalarini ko'radigan bo'lsangiz, biroz ingichkaroq. Ham pasti, ham tepasi, ham yollari. Bu esa A57 niki. A57 niki biroz qalinroq hisoblanadi. Aynan mana shu narsasi bilan ham menga juda ham yoqdi. To'g'ri, masalan, Samsung juda ham yillar davomida o'zi mana shu ichki ramkalarni o'zi umuman ingichka qilmagan, lekin aynan mana shu A57 da, ya'ni A seriya modellarida aytmoqchiman, yangilik kiritdi va bu ekran uchun yana bitta plus deb aytsak bo'ladi. Ko'pchilik bilmasligi mumkin. Men hozir bilsanglar, o'sha A57 ni ekran haqida gapirayotganimda Super AMOLED Plus deb aytib o'tdim. Qisqa ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Ya'ni kimdir uchun kerakli bo'lishi mumkin, keyinchalik smartfon tanlayotganda yoki mana shunaqa qanaqadir savol eshitib qoladigan bo'lsa, bemalol javob bersa bo'ladi. O'zi ikki xil ekran bor. O'zi umumiy ekranlar turi ko'p, lekin asosiy telefonlarda ishlatiladigan ekranlar bu ikkita, ya'ni Android dunyosida. Bu Super AMOLED Samsung uchun va oddiy AMOLED ekran. Bu ikkalasini nima farqi bor deyishingiz mumkin. Ikkalasi ham AMOLED-ku. Prosta Samsungda ozgina farq bo'ladi. Ya'ni Super AMOLED farqi oddiy AMOLEDdan bu aslida yarkistida hisoblanadi. Bilsangiz, telefonda niti bo'ladi. Masalan, o'sha niti telefonni yarkisiga javob beradi. Masalan, Samsung A57 da bu standart 1200 nit hisoblanadi va maksimal tikka quyoshda 1900 nitgacha chiqa oladi. Ammo AMOLED ekran bilan solishtiradigan bo'lsak, Samsung masalan 8 nit ekranli Super AMOLED ekranini boshqa bir oddiy Android kompaniyasini smartfonni 1200 yoki 1500 nitli ekrani bilan solishtiradigan bo'lsak, tikka quyoshga olib chiqadigan bo'lsa, aynan o'sha 8 nit ham o'sha 1500 nitli ekran bilan bir xil kelishi mumkin, yokida joyi kelsa o'tib ketish ehtimoli ham bor.
Bu ham bir qisqacha ma'lumot, informatsiya edi. Endi o'sha kichik o'zgarishlardan biri bu kimdir uchun yoqimli, kimdir uchun bu oddiy xarakteristika. To'g'risi, biz uchun bu juda ham bir oddiy xarakteristikalardan bittasi. Kimdir e'tibor beradi, kimdir e'tibor bermaydi. Ulardan biri bu suvga va changga himoya, ya'ni IP standarti. A56 da IP67 da, ya'ni suv standart IP standarti bo'yicha 1 metr chuqurlikda yarim soat oddiy suvda bemalol turib bera oladi. Va bu ham 1 yil garantiya sifatida o'tadigan himoya emas. A57 da esa bu biroz o'zgardi. IP67 dan albatta IP68 ga, ya'ni standarti bo'yicha 1,5 metr chuqurlikda yarim soat bemalol turib bera oladi. Ana endi juda ham bir muhim joylardan biri. Telefonning batareykasi qancha? O'zgardimi? Yo'q. Hali ham o'sha. Realni aytaman, mana shu joyda meni jahlim chiqadi. Samsung nimagadir o'sha 5 millik chizig'i o'ziga chizib olgan va o'sha 5 millik chizig'idan chiqmayapti. To'g'ri, aytishingiz mumkin, Samsung uchun bu standart holat. Вот именно Samsung uchun bu standart holat. Xoh flagman bo'lsa, xoh byudjetnik bo'lsin, hammasining batareykasi 5 mingtalik, prям standart. Men sizlarga realni aytaman, bu meni jahlimni chiqazadimi? Bu meni jahlimni chiqazadi bir tarafdan normalni deyman. Nega? Dunyo standarti bo'yicha insonlar ishlatadigan telefonlarning soati bo'yicha 5 mingtalik batareyka bu normal hisoblanadi. Chunki juda ham ko'p odamlar основной Instagram, Telegram, YouTube telefonda gaplashadi. Bundan boshqa ko'plab ishlar qiladigan odamlar kam. To'g'risi-da. Aynan o'shanaqa tempda ishlatadigan odamlar uchun 5 mingtalik bir kunga bemalol yeta oladi. Lekin aynan standart bo'yicha meni shaxsiy fikrimni va o'zi umumiy aytaman, bosib ishlatganingizda, o'yinsiz, hech qanaqa PUBG-siz aytaman, Telegram umumiy prilojenalarni bosib ishlatganingizda, aynan 5 mingtalik batareyka sizga 6 soatdan 10 soatgacha yetib bera oladi. Agar siz video tomosha qiladigan bo'lsangiz, video tomosha vaqti esa 15 soat, joyi kelsa 20 soat ham bo'lishi mumkin. Bemalol buni o'zingizlar uyda yoki вообще ko'chada ishda tekshirib ko'rishingiz mumkin. Aynan buni eshitib kimdir hayron bo'lishi mumkin. Nahotki telefon 20 soat video ko'rsata oladi. Конечно, u uchun faqat o'zining standartlari bor. Yarkisi sal pastroq bo'lishi kerak. Internet emas, balki video skachatib olingan bo'lishi kerak yoki Wi-Fi da ishlayotgan bo'lishi kerak. Aynan o'sha holatda bemalol siz 20 soatgacha video ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Lekin o'sha aytganimdek, oddiy standart bo'yicha taxminan 5-6-10 soatgacha standart telefon yetib bera oladi. Va ko'plar aytadi, menga 5 mingtalik batareykali telefon yetmaydi. Menga kattarog'ini ko'rsat. Va men ularga aytaman, aka yoki uka, opa deyman. O'sha paytda aytaman, siz bir kunda zaryadkaga telefoningizni 2 marotaba qo'yishga agar imkoniyatingiz, sharoitingiz ishxonada ama ko'chada bo'ladigan bo'lsa, meni fikrim bo'yicha 5 mingtalik batareyka sizga bemalol yetib ortadi deb aytaman. Endi bu sizlarning shaxsiy fikringlar, ya'ni 5 mingtalik sizga yetadimi, yetmaydimi? Albatta kommentariyada o'zingizlarni, takoy fikringlarni, izohinglarni yozib qoldiringlar. Ana endi esa o'sha hammaga qiziq bo'lgan joyi. Telefonning kamerasi xarakteristikalari. Ya'ni o'zi umumiy olganda bu smartfonni kamerasi uchun xarid qilsa arziydimi? Ha yoki yo'q degan javobga hozir javob berishga harakat qilamiz. O'zi umuman keling xarakteristikalarni tushuntirib beraman. A57 da sonlar bo'yicha unaqa katta farq bo'lgani yo'q. Masalan, A56 bilan solishtirganda kamerasida sonlarda umuman farqi yo'q, lekin bu farq yo'q degani emas. Biz test qilib ko'rdik. Hozir testlarni ham ko'rasiz. Real o'zgarish bor. Основной kamerasi hozir A57 da. O'sha 50 megapiksel, ultra wide kamerasi 12 megapiksel va makro kamerasi 5 megapiksel hisoblanadi. Va albatta o'sha selfie kamerasi 10 megapiksel hali ham. Endi formatlariga keladigan bo'lsak, formatlar o'sha maksimalni 4K 30 fps va eng plan versiyasi Full HD 60 fps gacha bemalol oladi. Selfie kamerasi esa Full HD 30 fps. Aynan o'sha menga yoqqan taraflardan biri bu o'sha selfie kamerasi hisoblanadi. Ya'ni selfie kamerasi bu yili
aynan eski model bilan solishtirganda biroz o'zgargan. Ya'ni o'sha ko'rsangiz bo'ladi, e'tibor berib qaratadigan bo'lsangiz, A56 va A57 ni selfie kamerasi 57 niki biroz kichikroq hisoblanadi. Ya'ni mana shu qora tochkasi, ya'ni Abadoga deb aytsak bo'ladi. Aynan mana shunda 56 bilan solishtirganda yaxshigina ingichka va bu juda ham qulaylik beradi. Ya'ni o'sha siz telefonni juda ham premialniy versiyada, premialniy holatda ishlatayotgandek bo'lasiz. Endi o'sha men sizga aytgan o'zgarish haqida gapiradigan bo'lsam, biz test qilib ko'rdik, hozir testlarni ko'rasiz. Birinchidan eng menga yoqqan tarafi bu kameradagi o'sha zo'r jihati bor. Bilsangiz mana bu kamerada ultravide bor, ya'ni ultra sherik 0.5x bo'ladi. Ya'ni o'sha 123 gradusda bemalol kengroq joyi, kattaroq joyi rasmga, videoga ola oladi. Aynan o'shanda masalan A56 modelida oldin qanaqa bo'lardi? Oddiy 1x da turibsizmi? 1x dan kattaroq ultra sherikka o'tkazadigan bo'lsangiz, ya'ni переключаться qilib, ya'ni xuddi задержка bo'lib, bundan unga qarab alohida yongandek bo'lardi. Ana endi A57 smartfonida mana hozir videolarda ko'rib turibsiz, qanaqa o'tyapti. Ya'ni xuddi S seriya modeldagi, flagman modeldagi прямой o'tyapti. Ya'ni hech qanaqa bu yoqda переход bo'layotgani yo'q. Переход bo'lyapti, faqat задержкasiz прямой o'tyapti. Va bu aynan A57 da chiqdi, ya'ni boshqa modellarda bu narsa chiqqani yo'q. A seriya modelida hozircha yagona bo'lib turgan funksiyalardan biri va shu taraflama ham kamera biroz yaxshilandi deb aytsak bo'ladi. Va albatta kamerani video va rasm natijalarini o'z umumiy olganda 56 bilan solishtiramiz. Umumiy testini ko'rishingiz mumkin. Ana endi esa protsessor. Telefonni protsessori unaqa katta o'zgarish bo'lgani yo'q. A57 da o'sha hali ham Exynos protsessori turibdi. A56 da Exynos 1580 edi, 4 nanometrli. Bunda esa o'sha A57 da Exynos 1680. Protsessori gertsiga keladigan bo'lsak, katta o'zgarish bo'lgani yo'q. O'sha gertsi, ya'ni mощности o'sha va eng katta o'zgargan jihati, ya'ni telefonni tezroq ishlashiga yordam bergan jihati va katta o'zgarishlardan biri bu A57 da operativkani, ya'ni operativniy pametni modeli o'zgardi. A56 da DDR5 edi, endi esa 57 da DDR5X qo'yildi. Va bu realni odamni xursand qiladigan joyi, lekin aynan shu xursand qiladigan joyi meni shaxsiy fikrim bo'yicha telefonni o'tgan yilgi bilan solishtirganda qimmatlashganini asosiy sabablardan biri deb keltirsak bo'ladi. O'zi birinchidan qimmatroq, yaxshiroq model qo'yishyapti va ikkinchidan o'zi bilsanglar butun dunyo bozorida operativniy pamet tanqisligi kuzatilyapti va operativniy pamet narxi oshyapti. O'zi realni olganda oldin investitsiya qilish uchun siz Apple kompaniyasi yoki qanaqadir kompaniyalarga masalan aksiyalarni sotsangiz bo'lardi, tilla olsangiz bo'lardi, to'g'rimi? Ana endi esa mana hozir texnika dunyosida deb aytadigan bo'lsak bo'ladi, juda ham ko'p odamlar просто operativniy pamet sotyapti. Takoy chip bo'ladi, notebookka, kompyuterga основной qo'yiladiganlarni sotib olishyapti. Endi telefonnikini sotib olishi imkoni yo'q. Ana endi esa o'sha videoni oxiriga keldik deb aytsam ham bo'ladi. Может bu oxiridir, может bu oxirida emasdir, может yana nimadir qo'shaveramiz. Ssenariy hali tugagani yo'q. Shaxsiy fikrim, o'zi umuman olganda mana bu qo'limda A56 turibdi. Taxminan 6 oydan beri bizga xizmat qilyapti. Realni aytaman, smartfon juda ham zo'r. Realni yaxshi ishlab chiqarilgan. Samsungning A seriya modelida aynan 54 dan boshlab, realni aytaman, вообще нереальный darajada удачный chiqqan meni shaxsiy fikrim bo'yicha A54, A55, mana bu A56 va mana A57. A57 ni bilasizmi, men nimaga zo'r deb ayta olmayman. To'g'ri, o'ziga yarasha minuslari bor. Juda ham ko'plab minuslari bor. Hammani o'zini shaxsiy talablaridan kelib chiqqan holatda.
Realni aytaman, A25 FE degan model bor. Bu Samsungning sub flagman modeli bor. Aynan u albatta kamerasi, o'yladagi natijalari undagi bir xil bo'lmaydi. Tamom aytish kerak, undagi bir xil bo'lmaydi. Lekin oddiy mana telefonni shunchaki yoqib, kameraga kirib, такой просто bundoq olib, bundoq rasmga oladigan bo'lsangiz yoki bundoq ishlatadigan bo'lsangiz, Telegramga oddiy просто kiradigan bo'lsangiz, Telegramga kirib, nimadir yozadigan bo'lsangiz, ili telefon qilib telefonda gaplashadigan bo'lsangiz, oddiy ishlatasiz. Aynan shu oddiy ishlatganda o'shan bilan umuman qolishayotgan joyi yo'q. Даже menga eng yoqqan tarafi ekran aytdim, u katta farq bo'lmadi dedim, lekin ishoning, buni ishlatib ko'rsangiz, ekranni mana bu plavность degan narsasi bor-da. Juda ham plavniy, ishoning, mana bu A26, A26 Plus, A26 Ultra'ni ishlatib ko'radigan bo'lsangiz ham, ekranni ularda qanaqa darajada plavniy bo'ladigan bo'lsa, buni ham ekranni shunaqa darajada plavniy. Xo'sh, oxirgi nuqta qo'yadigan savol deydi-yu. i7 ni 2026-yilda xarid qilish qanchalik to'g'ri qaror? Men sizga aytaman. $420 deylik. $420 yoki maksimum pamyati $450 deylik. $450-$460 atrofida. Xarid qilish qanchalik to'g'ri? Agar siz prям yangi Android smartfon xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bu to'g'ri qaror deb ayta olaman. Lekin sizni qo'lingizda A56 bo'lib turib, A57 olmoqchi bo'lsangiz, bu noto'g'ri. Ya'ni masalan olmoqchi bo'lsangiz, bemalol olsangiz bo'ladi. Lekin aynan buni yengilayman deb, bunda qanaqadir kattaroq o'zgarishlar ko'raman deb oladigan bo'lsangiz, unda men maslahat bermayman. Lekin sizni qo'lingizda A55, A54, A53 yoki da vashi Samsung A seriya modellari yoki da вообще boshqa kompaniya modeli bo'ladigan bo'lsa, unda bemalol maslahat bera olaman. Nimaga? O'tishga arziydi. O'tishga arziydi haqiqatdan ham. Masalan, men bizda hozir endi 56 bor, 56 ni 57 ga o'zgartirish biroz xatolik hisoblanadi-da. Chunki masalan buni hozir sotadigan bo'lsa ham unaqa katta narxga sotilmaydi-da. Undan ko'ra buni yana 1 yil yoki da 2 yil ishlatib S seriya modeliga yoki da masalan 57 ga ham 58 chiqqan, o'sha 58 ga o'tish to'g'riroq qaror deb bilaman. Lekin o'sha aytganim, agar siz prям Samsungchi bo'ladigan bo'lsangiz, A56 ishlatayotgan bo'lsangiz, yo'q, maslahat bermayman. Ya'ni 1 yil oldingi modellarni ishlatayotganlar uchun maslahat berilmaydi. Lekin taxminan masalan 2 yil yoki 3 yil oldingi modellarni ishlatayotgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, yoki da Samsung 10 seriyasi, 0 seriyasi va 20 seriyasini 2 yil, 3 yil oldingi modelni ishlatayotganlar bo'ladigan bo'lsa, masalan A25 deylik, A24, A23 yoki shunga o'xshagan modellar umuman olganda tushundinglar. Unda o'tish maslahat beriladi Android ishlatayotganlar uchun. Agar kimdir iPhone ishlatib A57 ga o'taman deydigan bo'lsa, unda bilmadim. Bu sizlarning shaxsiy fikringiz. Chunki flagmandan sredniy byudjetniga o'tish bu noto'g'ri deb qabul qilaman. Lekin o'sha aytganim, narxiga arziydimi degan savol. Narxiga arziydi. Men realni aytaman, men o'zim xarid qilgan bo'lardim va sizlarga ham maslahat beraman. Lekin o'sha aytganim, ayrim kriteriyalarga e'tibor berish kerak. Ya'ni siz o'zingizni qo'lingizda nima telefon ishlatayotganingizga qarab, aynan A57 ni xarid qilsangiz bo'ladi. Video umuman olganda yaxshi va qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, tanishlaringizga jo'nating. Kimdir agar A57 olgan bo'lsa, telefoni haqida juda ham ko'proq ma'lumotga ega bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videoda esa, ya'ni A57 ni to'liq obzor qilib chiqamiz, ya'ni funksional jihatdan. Ya'ni buni ichidagi Galaxy AI funksiyalarini qanaqa qilib ishlatsa bo'ladi, qanaqa qilib yoqsa bo'ladi va qanaqa qilib A57 smartfonni Galaxy AI funksiyalaridan maksimal foydalansa bo'ladi. Aynan shu haqda video qilib chiqamiz. Shu uchun ham Instagram sahifamizga, ham YouTube'imizga bemalol obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Sizlar bilan iTechno kanali va Ibrohim. Hammaga xayr, hammaga rahmat.